Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mashinamiz BMW yoki BMW i3 2016-yil. Bu mashina tokli mashina akalar. O'zbekistonga avtomoshkasi minimum bo'ladi. 2016-yil mashina yurgan masofasi 49.000 km, 59.000 km shunaqa bo'lishi kerak. Hajmi Trax, o'zimiz Trax singari bo'lsa kerak. Koreyada narxi 12 million won atrofida. O'zbekistonga kirib borish rastamoshkalari bilan 16 ming dollar bo'ladi. Buni ham aniqlab yozib qo'yaman. Do'stlar, mashina ancha baland. 5 kishilik. Mana salon ko'rsanglar. Shunaqa. Lattali plastmassa, kompozit materiallardan qilingan bo'ladi. Ya'ni ayniqsa bu tomoni karbondan qilingan. Tasavvur qilinglar, mashina chirmaydi. Salon ko'rsanglar, keng, katta salon. Eng qizig'i eshikni ochilishini qaranglar. Ko'rdinglar? Tak mashinaga o'tirdim. Ancha keng, bemalol o'tiribman. Oldin uzunga o'xshayapti. O'rindiqlari ingichka ekan, chiroyli qilingan. Orqadan ko'rsanglar bo'ladi. Boya 5 kishilik dedim, 4 kishilik ekanda, men ustiga o'tirib bo'lmaydi endi bir. Shahar hujjatida 240 km yozilgan, 200 km yuradi. Ayniqsa taksiga yoki ayollar uchun zo'r mashina. Mashinani yoqdim. Knopka start stop. Переключатель oldi orqa, drive, neutral, reverse deganlardek. Bardachok qaraydi, tars. Kichkina monitorcha, bu yerda yana bitta monitor. Keng mashinani arzon narxga istaganlar uchun zo'r ekan bu, lekin yana nima ekan? BMW. Do'stlar, ayniqsa bu bezramочные okna, ya'ni derazasi ramkasiz. Hozir orqaga o'tirib ko'raman. Orqani ochamiz.